Bugun men pensiya oluvchilar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Shifokorlik komissiyasidan o'tish talabi kimlarga tegishli? Kimlar bundan xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Bu mavzu oddiy xabar emas. Chunki noto'g'ri tushunilgan bitta talab pensiya to'lovining kechikishiga, hujjatlarning qayta topshirilishiga yoki odamning o'z huquqini himoya qila olmasligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hoziroq diqqat bilan eshiting. Videoni oxirigacha ko'ring, kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Men buni oddiy tilda, hayotiy misollar bilan qadam-qadam tushuntiraman. Avvalo eng muhim narsani ajratib olaylik. Barcha pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tishga majburlandi degan gap ko'pchilikda qo'rquv uyg'otadi. Odamlar endi yoshga do'ri pensiya olayotgan hamma shifoxonaga qatnaydimi? Pensiyam to'xtab qoladimi? Komissiyadan o'tolmasam nima bo'ladi deb xavotir qiladi. Men ekspert sifatida aytaman. Har qanday bunday xabarni umumiy vahima sifatida emas, huquqiy talab sifatida tushunish kerak. Ya'ni kimga, qaysi asosda, qaysi muddatda, qaysi hujjat bilan va qaysi organ tomonidan talab qo'yilmoqda, shularni aniqlamasdan turib xulosa qilish noto'g'ri. Oldin qanday edi? Oldin ham ayrim toifadagi pensionerlar tibbiy ko'rikdan yoki shifokorlik komissiyasidan o'tgan. Ayniqsa nogironlik pensiyasi, mehnatga layoqatsizlik bilan bog'liq nafaqalar, parvarishga muhtojlik, doimiy yordamga ehtiyoj, kasallik sababli imtiyozli holatlar bo'yicha hujjat rasmiylashtirgan fuqarolar uchun tibbiy xulosa har doim muhim bo'lgan. Chunki pensiya yoki nafaqa faqat yoshga qarab emas, ba'zan sog'liq holatiga qarab belgilanadi. Sog'liq holatiga qarab belgilangan to'lovlarda esa davlat va mas'ul organlar vaqti bilan bu holat saqlanib turibdimi yoki o'zgarganmi degan savolga javob olish kerak bo'ladi. Endi nima o'zgardi? O'zgarish shundaki, ayrim hollarda tibbiy ma'lumotlarni yangilash, komissiya xulosasini qayta ko'rib chiqish, nogironlik guruhi yoki mehnatga layoqatsizlik darajasini tasdiqlash bo'yicha nazorat kuchayishi mumkin. Bu degani har bir pensiya oluvchi, masalan 65 yoshli oddiy yoshga doir pensiya oluvchi kishi albatta komissiyaga boradi degani emas. Lekin agar pensiya yoki qo'shimcha to'lov sog'liq holati, nogironlik, parvarish, kasbiy kasallik yoki mehnat qobiliyatining yo'qolishi bilan bog'liq bo'lsa, bunday odamlar masalaga jiddiy qarash kerak. Men bu yerda bitta oddiy farqni aniq qilib aytaman. Yoshga doir pensiya boshqa. Nogironlik asosidagi pensiya boshqa. Yoshga doir pensiya odatda fuqaroning yoshi, ish staji, badallari va qonunchilikdagi shartlarga qarab belgilanadi. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha imtiyoz esa tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'ladi. Demak, tibbiy komissiya masalasida birinchi savol. Sizning pensiyangiz nimaga asoslangan? Endi kimlar ko'proq e'tiborli bo'lish kerakligini batafsil tushuntiraman. Birinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar fuqaro ikki guruh yoki uch guruh nogironligi sababli pensiya olayotgan bo'lsa, ko'pincha nogironlik muddati belgilanadi. Masalan, 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum muddatga. Shu muddat tugashiga yaqin odam qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda maqsad odamni qiynash emas. Hujjatda ko'rsatilgan sog'liq holati hozir ham mavjudmi, yaxshilanganmi yoki og'irlashganmi? Shuni aniqlashtir. Misol keltiraman. Farhod aka 8 yoshda 2 guruh nogironligi asosida pensiya oladi. Uning nogironlik muddati 2024 yil 1 noyabrgacha belgilangan. Agar u muddat tugashidan oldin tibbiy komissiyaga borib xulosani yangilamasa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ uning hujjatlari muddati tugaganini ko'radi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki kechikishi mumkin. Bu holatda Farhod aka meni pensiyadan mahrum qilishdi deb o'ylashi mumkin, lekin aslida muammo hujjatning muddati o'tganda bo'ladi. Agar u o'z vaqtida ko'rikdan o'tsa va nogironlik tasdiqlansa, to'lov davom etadi. Ayrim holatda kechikkan oylar ham qonuniy tartibda qayta hisoblanishi mumkin. Ikkinchi toifa nogironlik guruhi o'zgarishi mumkin bo'lgan fuqarolar. Masalan, odam avval 2 guruh bo'lgan, davolanishdan keyin ahvoli ancha yaxshilangan. Komissiya uni 3 guruhga o'tkazishi yoki ayrim hollarda nogironlikni bekor qilishi mumkin. Aksincha, odamning ahvoli yomonlashgan bo'lsa, 3 guruhdan 2 guruhga yoki 2 guruhdan ilk guruhga o'tish masalasi ko'rilishi mumkin. Bu faqat to'lov miqdoriga emas, imtiyozlarga ham ta'sir qiladi. Masalan, dori-darmon, reabilitatsiya vositalari, sanatoriy yo'llanmasi, parvarish zarurati, transport imtiyozlari
kabi masalalarda tibbiy xulosa juda muhim bo'ladi. Uchinchi toifa parvarishga muhtoj pensionerlar. Ba'zi keksa fuqarolar o'zini o'zi to'liq eplay olmaydi, doimiy yordamga ehtiyoj sezadi. Bunday holatda oila a'zolari parvarish bo'yicha nafaqa, qo'shimcha yordam yoki ijtimoiy xizmat so'rashi mumkin. Lekin bu talab ham shunchaki og'zaki gap bilan hal bo'lmaydi. Tibbiy xulosa kerak bo'ladi. Masalan, 78 yoshli onaxon insultdan keyin yurishda qiynaladi, xotirasi pasaygan, ovqatlanish va dori ichishda nazoratga muhtoj. Bu holatda mahalla, poliklinika, tibbiy komissiya va ijtimoiy xizmatlar o'rtasida hujjat almashinuvi bo'lishi mumkin. Agar oila hujjatni to'g'ri tayyorlasa, yordam olish imkoniyati oshadi. Agar o'zi hammaga ma'lum-ku deb yuraversa, rasmiy jarayon cho'zilib ketadi. 4-toifa mehnat jarohati yoki kasbiy kasallik sababli to'lov oluvchilar. Masalan, fuqaro zavodda ishlagan, ishlab chiqarishdagi sharoit sabab eshitish qobiliyati pasaygan yoki umurtqa bilan bog'liq og'ir muammo paydo bo'lgan. Bunday holatda mehnat qobiliyatining necha foiz yo'qolgani, kasallik ish bilan bog'liqligi, davolanish natijasi qanday bo'lgani komissiya orqali aniqlanishi mumkin. Bu juda nozik masala, chunki to'lov miqdori, ish beruvchining javobgarligi va fuqaroning keyingi imtiyozlari tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'ladi. Endi kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz nogironlik yoki tibbiy holat bilan bog'liq bo'lmasa, sizga shunchaki hamma pensionerlar majburiy komissiyadan o'tadigan umumiy gap asosida qo'rquvga tushish shart emas. Lekin bu hech narsani tekshirmang degani ham emas. Men har bir pensionerga o'z pensiya ishida qaysi asos ko'rsatilganini, oxirgi hujjatlari qachon yangilanganini, telefon raqami va yashash manzili tizimda to'g'ri turibdimi, shuni bilib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ko'p muammo ayni aloqa ma'lumotlari eskirganidan chiqadi. Hayotiy misol, Saida opa 62 yoshda yoshga doir pensiya oladi. Qo'shnisi hammani komissiya chaqirishyapti ekan deb aytadi. Saida opa vahmaga tushib, poliklinikaga boradi, navbatda turadi, lekin unga bunday talab qo'yilmagan bo'ladi. Natijada vaqtini yo'qotadi. To'g'ri yo'l qanday edi? Avval pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki My.gov.uz kabi rasmiy xizmatlarga murojaat qilib, o'z pensiya turini tekshirish, agar chaqiruv bo'lsa, uning rasmiy asosini so'rash kerak edi. Og'zaki mish-mish bilan harakat qilish odamni charchatadi. Yana bir misol, Jamshid aka 3 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Unga qayta ko'rik muddati yaqinlashgani haqida xabar kelgan. U men baribir kasalman, borib nima qilaman deb bormaydi. Keyin pensiya to'lovi kechikadi. U shikoyat qiladi. Tekshiruvda ma'lum bo'ladiki, muddat o'tgan xulosa yangilanmagan. Bu yerda eng to'g'ri yo'l xabar kelgan zahoti oilaviy shifokorga uchrash, mavjud tahlillarni yangilash, kasallik tarixi, epikriz, dori retseptlari, operatsiya yoki davolanish hujjatlarini jamlash edi. Komissiya faqat odamning gapiga emas, hujjatlarga qaraydi. Endi istisnolar, nozik joylar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan masalalarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Doimiy nogironlik bilan muddatli nogironlik farq qiladi. Ayrim fuqarolarga nogironlik muddatiz belgilanadi. Bunday holatda har yil yoki har 2 yilda qayta ko'rikdan o'tish talab qilinmasligi mumkin. Lekin bu hamma vaqt hech qanday hujjat kerak bo'lmaydi degani emas. Agar qo'shimcha imtiyoz, parvarish, protez ortopediya vositasi, sanatoriy yo'llanmasi yoki yangi ijtimoiy xizmat so'ralayotgan bo'lsa, tibbiy ma'lumotlar baribir kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, chaqiruv rasmiy bo'lishi kerak. Agar kimdir telefon qilib, ertaga komissiyaga keling, kelmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, darhol shaxsiy ma'lumotlaringizni bermang. Men bunday holatda fuqarolarga ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Rasmiy organ nomi, murojaat raqami, qaysi hujjat asosida chaqirilayotgani, qaysi manzilga borish kerakligi aniq bo'lishi kerak. Firibgarlar aynan pensionerlarning qo'rquvidan foydalanadi. Ular pasport ma'lumoti, plastik karta raqami, SMS kod yoki pul so'rashi mumkin. Hech qachon SMS kodini aytmang. Komissiya uchun hech kim sizdan telefon orqali karta ma'lumotlarini so'ramaydi. Uchinchi nozik jihat, tibbiy komissiya qarori bilan rozi bo'lmasangiz, bu oxirgi nuqta emas. Agar fuqaro komissiya xulosasi deb hisoblasa, yugurib turuvchi tibbiy komissiyaga, tegishli davlat organlariga yoki sudga murojaat qilish huquqi bo'lishi mumkin. Lekin shunchaki men rozi emasman deyish yetarli emas. Hujjat kerak. Masalan, qo'shimcha tekshiruv natijalari. Mutaxassis shifokor xulosasi
MRT yoki rentgen javobi, kasalxona epikrizi, dori-darmonlar ro'yxati oldingi xulosalar bilan solishtirma ma'lumotlar bo'lishi kerak. Qarorga e'tiroz bildirishda hissiyot emas, dalil ishlaydi. 4-nozik jihat. Komissiyaga tayyorlanmasdan borish katta xato. Ko'pchilik meni ko'rib biladi-ku deb o'ylaydi. Lekin tibbiy komissiya odamni 5 daqiqada ko'rib butun hayotini bilib ola olmaydi. Sizning kasalligingiz qachondan beri bor? Qanday davolandingiz? Qaysi dorilarni ichyapsiz? Oxirgi 6 oyda necha marta shifokorga borgansiz? Ishga yoki kundalik hayotga qanday ta'sir qilyapti? Bular hujjatlarda ko'rinishi kerak. Agar hujjat bo'lmasa, komissiya siz aytgan holatni to'liq baholay olmasligi mumkin. 5-nozik jihat yashash joy va ro'yxat masalasi. Ba'zi pensionerlar boshqa tumanda yashaydi, lekin hujjatlari eski manzilda qolgan bo'ladi. Xabar eski manzilga ketadi, odam bilmay qoladi, keyin muddat o'tib ketadi. Shuning uchun men doim aytaman, manzilingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz, pasportingiz yoki ID kartangiz ma'lumotlari yangilangan bo'lishi kerak. Pensiya tizimida eskirgan ma'lumot turishi oddiy texnik masala ko'rinadi. Lekin oqibati pulning kechikishi bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat. Hamma kasallik avtomatik nogironlik degani emas. Masalan, odamda qon bosimi bor, qandli diabet bor yoki bel og'rig'i bor. Bu kasalliklar jiddiy bo'lishi mumkin. Lekin nogironlik masalasida faqat tashxisning nomi emas, kasallikning og'irligi, asoratlari, mehnat qobiliyatiga ta'siri, o'zini o'zi eplash darajasi baholanadi. Ikki odamda bir xil tashxis bo'lishi mumkin. Lekin biri yengil nazoratda yuradi. Ikkinchisida esa og'ir asoratlar bo'ladi. Shuning uchun qo'shnimga berishdi, menga ham berishlari kerak degan fikr huquqiy jihatdan to'g'ri mezon emas. 7-nozik jihat. Komissiya faqat pensiyani kamaytirish uchun ishlaydi degan tasavvur noto'g'ri. Ba'zan qayta ko'rik fuqaroning foydasiga ham bo'ladi. Masalan, 3 guruh nogironligi bor odamning ahvoli yomonlashgan, yurish qiyinlashgan. Doimiy davolanish zarur bo'lgan. U qayta ko'rikdan o'tib, yuqoriroq guruhga o'tishi, qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Demak, tibbiy ko'rikdan qochish har doim ham foydali emas. Muhimi, tayyor bo'lish va huquqingizni bilish. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga do'ri pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa asosdagi to'lovmi? Buni pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan, rasmiy elektron xizmatlardan yoki mavjud pensiya hujjatlaringizdan bilishingiz mumkin. Agar pensiyangiz tibbiy xulosa bilan bog'liq bo'lmasa, umumiy mish-mish sizga bevosita tegishli bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi qadam, oxirgi tibbiy xulosangiz muddatini tekshiring. Agar sizda nogironlik bo'yicha hujjat bo'lsa, unda muddat ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Shu sanani kalendarga yozib qo'ying. Muddat tugashidan bir necha hafta oldin harakat boshlash kerak. Oxirgi kunga qoldirmang. Chunki tahlil topshirish, mutaxassisga kirish, navbat olish, yo'llanma rasmiylashtirish vaqt oladi. 3-qadam, oilaviy shifokor yoki poliklinikaga murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l shundan boshlanadi. Mening qayta tibbiy ko'rik muddatim yaqinlashyapti. Qanday tekshiruvlardan o'tishim kerak? Qaysi hujjatlar kerak deb aniq so'rang. Og'zaki gap bilan kifoyalanmang. Zarur bo'lsa, yo'llanma tahlil ro'yxati mutaxassislar ko'rgini yozdirib oling. 4-qadam. Hujjatlarni jamlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya ma'lumotlari, avvalgi tibbiy xulosalar, ambulator karta, kasalxonada yotgan bo'lsangiz epikriz. Tahlil natijalari, rentgen, UZI, MRT, KT javoblari, mutaxassis shifokor xulosalari, qabul qilayotgan dorilar ro'yxati. Agar mehnat jarohati yoki kasbiy kasallik bo'lsa, ish joyi bilan bog'liq dalolatnomalar va mehnat hujjatlari ham muhim bo'lishi mumkin. 5-qadam, holatingizni aniq tushuntirishga tayyorlaning. Komissiyada kasalman deyish yetarli emas. Masalan, 200 metr yursam nafasim qisadi. Zinadan chiqa olmayman. O'ng qo'lim bilan buyum ushlash qiyin. Har kuni insulin olaman. Oxirgi 3 oyda 2 marta shoshilinch yordam chaqirdim. Ovqat tayyorlash va kiyinishda yordam kerak kabi aniq holatlar aytilsa, shifokorlar vaziyatni yaxshiroq tushunadi. Rag'am, muddat, takrorlanish, kundalik hayotga ta'sir bular juda muhim. 6-qadam. Komissiya qarorini oling va nusxasini saqlang. Hujjatni qo'lga olganingizdan keyin uni yo'qotmang. Telefoningizda rasmga olib qo'ying, alohida papkada saqlang. Oila a'zolaringizdan bir ham nusxasini bilsin. Ko'p pensionerlar
hujjatni bir joyga qo'yadi, keyin topolmaydi. Hujjat yo'qolsa, qayta tiklash uchun yana vaqt ketadi. 7-qadam pensiya to'lovi o'zgarsa, sababini yozma yoki rasmiy tartibda so'rang. Agar pul kamaygan bo'lsa, kechiksa yoki to'xtasa, darhol tamom, bekor qilishdi deb xulosa qilmang. Avval sababini biling. Hujjat muddat o'tgan bank kartasi bilan muammo bormi? Tizimda ma'lumot yangilanmaganmi? Komissiya xulosasi kelmaganmi? Shuni aniqlash kerak. Sabab ma'lum bo'lsa, yechim ham topiladi. 8-qadam rozi bo'lmasangiz, shikoyatni tartibli yozing. Shikoyatda ismingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, qaysi qarorga e'tiroz bildirayotganingiz, nima sababdan rozi emasligingiz, qaysi hujjatlar ilova qilinayotgani aniq yozilsin. Menga yordam bering degan umumiy murojaatga qaraganda, falon sanali tibbiy xulosa bilan rozi emasman. Chunki falon shifokor xulosasi va falon tekshiruv natijasi mening holatim og'irroq ekanini ko'rsatadi degan murojaat ancha kuchli bo'ladi. 9-qadam yolg'on ma'lumot bermang. Ba'zi odamlar kasalligimni kuchaytirib aytsam, ko'proq yordam olaman deb o'ylaydi. Bu xavfli yo'l. Tibbiy hujjatlarda mos kelmaydigan gaplar chiqsa, ishonch yo'qoladi, jarayon murakkablashadi. Haqiqiy holatingizni to'liq, aniq va dalil bilan tushuntiring. Huquqni himoya qilish yolg'on bilan emas, tartibli hujjat bilan bo'ladi. 10-qadam keksa ota-onangiz yoki yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon xabarini tushunmaydi. Qaysi idoraga borishni bilmaydi. Navbat va hujjatlardan charchaydi. Agar oilada nogironlik pensiyasi oluvchi yoki parvarishga muhtoj odam bo'lsa, farzandlari hujjat muddatlarini tekshirishi, poliklinika bilan bog'lanishi. Kerakli qog'ozlarni papkaga solib berishi kerak. Bu faqat mer masalasi emas, amaliy zarurat. Yana bir muhim maslahat, har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Mahalladagi gap, Telegramdagi sarlavha yoki tanishning aytgani asos bo'lib xizmat qilmaydi. Rasmiy organlar, hududiy pensiya bo'limi, poliklinika, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshiring. Agar sizga barcha pensionerlar majburiy o'tadi deyishsa, qaysi qaror, qaysi sana, qaysi toifa, qaysi tartib deb so'rang. Aniq javob bo'lmasa, demak xabar hali tekshirilishi kerak. Men oddiy misol bilan yakuniy tushuntiraman. Agar Akmal aka yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, sog'liq holati pensiya tayinlash asosi bo'lmasa, u avvalo tinchlanadi va faqat rasmiy xabar bor yo'qligini tekshiradi. Agar Mavluda opa 2 guruh nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsa va xulosasining muddati tugayotgan bo'lsa, u kutib o'tirmaydi. Oilaviy shifokorga boradi, hujjatlarni yig'adi, komissiyadan o'tadi. Agar Rustam aka komissiya qaroriga rozi bo'lmasa, u hissiyot bilan emas, qo'shimcha tibbiy dalillar bilan e'tiroz bildiradi. Har bir holatda yo'l boshqa, shuning uchun hamma uchun bitta vahimali xulosa chiqarish noto'g'ri. Bugungi mavzuda men sizga eng muhim fikrni tushuntirdim. Shifokorlik komissiyasi masalasida hamma pensionerlar bir xil holatda emas. Yoshga doir pensiya oluvchi, nogironlik pensiyasi oluvchi, parvarishga muhtoj pensioner va kasbiy kasallik bo'yicha to'lov oluvchi fuqarolarning tartibi farq qiladi. Eng to'g'ri yo'l pensiya turini aniqlash, tibbiy xulosa muddatini tekshirish, hujjatlarni tayyorlash, rasmiy manbadan ma'lumot olish va kerak bo'lsa, o'z huquqingizni dalillar bilan himoya qilish. Sizdan so'rayman, siz yoki yaqinlaringiz shifokorlik komissiyasi, nogironlik hujjati yoki pensiya to'lovi bo'yicha muammoga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner ota-onangiz, qarindoshlaringiz va qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirilgan ma'lumot odamni ortiqcha yugurdan, kechikkan to'lovdan va keraksiz xavotirdan saqlab qolishi mumkin.